balandligini qarang. Men bu tomondan mana yoq baland. Hamma joyda Gollandiyada yo'llar dambar o'ynaydi. Bu tomon mana yoqdan odamlarning uylari ham mana shu suv o'tadigan daryodan pastlikda qara. Mana yana katta kemalar o'chadi. O'zi suzadi. Endi mana shu suv ketsa qara, uyini suv bosib qara. Bak suvda turishini qara, uyini turishini. Mumkin ichi, juda pastliklarda ham bor. Yarim metr ko'tarilsa bo'ldi, suv bosar ekanda. Ha, jala quygan paytda o'ylayman, nima bo'lar ekan deyman-da har doim. Mana biz hozir Bahodir aka bilan katta Gollandiyada Ko'ykunxo'q degan gullar nimasi bor, bog'i bor, o'sha tarafga qarab sekin yo'lga chiqdik. Mana Gollandiyaning yo'llari Bahodir aka aytib berdilar. 2012-2013 da kelgan vaqtimda katta ko'chalarda highwayda tezlik chegarasi 140 edi. Hozir 100 ga tushirdi dedingiz. Standartli 100. Soat kechqurun 7 gacha. Kechqurun 7 gacha 100. Undan keyin chegara yo'qmi yo? Yo 120. 120. 120. Tushunarli. Burada kamera var şunu çektik yurdik. U qo'yilgan yangi kamerani nima ham keladi deyishdi. Haligi mana shu joyga lokatsiyaga kamera qo'yildi deb xabar keladi telefonga. Telefon kelmaydi, приложение. Приложение. Mana yo'lda ko'rdingmi? Qisqartirib aylanib chiqadi. Yurdik bu yoqda qisqartirib. Yaqinroq nima marshrut. Mana u ko'priklar har xil ko'tariladi-da. Mana ko'prik bu kemani balandligiga qarab ko'tarishadi. Kemaga lift ko'prik qilib qo'ygan ekanda, ikki tarafdan ko'taradi. Bunday tagidan o'tadigan. Boshqalar bunday har xil ochiladigan bor. Yoniga ochiladi, ikki yoniga, ikki tomonga ochiladi. Bu lift bunaqa. Yelkani uzun bo'lsa, balandroq ko'taradi, kichkina bo'lsa, kichkinaroq etajga ko'taradi shunaqa. Mana bu yerda boyagidan ham arzon bo'lishi kerak, hozir qaraymiz. ThinQ. Mana bu yerda 183 ekan. Bu karta. Faqat bu yerda plat anaqa yo'q. Naqd yo'q. Tushunarli. Shuncha arzon. Bu yoqda nima bozor ochiqda, to'g'rimi? To'g'ri, hamma o'zini narxini qo'yib, benzinni sotaveradi. Qara, shu yerda arzon deb ochirdan bo'yotgan. Borib odamlar 2 yevrodan ham olaveradi. Eng qizig'i Belgiyadan Gollandiyaga kirib kelayotganingda Belgiya bilan chegarasida anaqa bor, zapravka bor. Arzon Belgiyada benzinning narxi, Gollandiyada qimmat. Belgiyada to'xtamaydi-da gollandlar vatanparvarligi. Gollandiyaga o'tib, Gollandiyada qimmat benzindan zapravka qiladi. Seriozmi? Shu o'zini budjetiga boradi. Patriotizm. Gap yo'q. Belgiyadagi chegaraga arzon benzinda gollandskiy mashinalar kam ko'rasan. Shu chegaradan o'tib o'zini territoriyasiga o'tib qimmat benzin qo'yishadi. Endi farqi ham juda katta emas. Katta, mana 2 yevro bilan 1.70, 1.60. 1.70, 1.60. Sizlarda 1.64 sizlarda trassada. Shaharda undan ham arzon bo'lsa. 1.65 deb olgin. Mana o'zing ko'rding. Eng arzonini ko'rdim. 1.80, 1.90 da endi. Yo, mana bu mol boqadigan dalalari bo'lsa kerak-a. Bo'lib qo'ygan. Yo, bu bo'lgan bu yerda ostidagi suv shu. Yo'q. Shu suvni chiqarib qurollik qilib qo'ygan. Bu ana o militsiyalar bor-ku. Arashi mana o suvni qara, balandligini, qara pastligini. Hamma joy yaxshilab qara, dalalarda hamma joyda qilingan o zavur. Juda ko'p qara. Shu mollar suv ichish uchun qilib qo'yilgan-da, to'g'rimi? Mollar o'tmaydi, chegara qilingan. Chegara. Yaylovda chegarasi, mana shu suv yerda tagidan sug'urib olingan suv. Mana nima uchun ko'p? Shuni hisobiga quruqlik bor. Bo'lmasa botqoqlik bo'ladi. Zavur. Botqoqlikni shunday quritib qo'ygan. Qara, butun Gollandiya shunaqa zavur. Lekin Amsterdamda hamchi hamma yoq kanal ekanda, shaharni. U kanal boshqa, zavur boshqa. Kanal boshqa. Zavur. Bular zavur. Qiziq tomoni bu. Shu turadigan suv hidlanib ketmaydi. Bu butun hamma joyiga hozir shu video tushirganingda qaraverdim-da. Hammasida
ana shunaqangi ariqqa o'xshab turadi, oqar suv emas, zavur. Shuni hisobiga quruqlik. Dengiz sathidan past u. Mana 30 kilometrni mana suv baland. Kema ketyapti. Buzib ketsa suv, ana bosib ketadi. Narigi tomon pastlik-ku. Suv balandlik. Shahar bo'ylab urinini qarang. Kanaldan pastda. Bahorning boshlanishi apreldan bo'lar ekanda, Gollandiyada. Bularda rasmiy bahor bizda Navro'z kunimiz bor-ku. Bizda 1-martdan bahor deymiz. Bularda o'sha ravnodensiya bo'ladi, Navro'z bayrami kunimiz rasmiy ofitsial bahorga o'tadi. Nimasi ham soati ham o'zgaradi. Ana 4 soatlik farqdan. 1-aprel emas, shu aprelda oxirgi martni oxirgi anaqa dam olish kunida. Shanba bilan bozorga to'g'rilab qiladi. Chisloga qaramay. Odamlar to'yib uxlab olsin deb. Qishki vaqtda shanbadan bozorga o'tib farq O'zbekiston bilan 4 soat, yozgi payt 3 soat. Chunki vaqt letniy vaqtga o'tirasiz. Bu odamlar tezlik chegaralangan ekan. Lekin kamera bor, shuning uchun ham sekin. Galantlar ham bosadi kamera o'zi. Hamma kameradan 60 km tezlik joy. Hamma 80 ga bosadi. Yo'q, unda hammasi tartibli haydaydi-da, shunga qaramasdan. Haligi nimadan nimaga. Mana shu yerga 80 lik yo'lga na prinsip olinishini yurganda. Alqaynan nima celый echelon yuraveradi. Signal bosmaydi. O'zbekistonda baqirib signal bosmaydi. Kimni sabri chidamasa mana mumkin emas bo'lgan двойной polosani buzib o'tishi mumkin, lekin senga signal bosib bu yerda qoida, yo'l qoidasi bo'yicha orqasidan kelayotgan bo'lsang, migat qilishing, signal qilib bezovta qilishing mumkin emas. Qoidada shunday o'qitadi, pravoga. Xonalar, teplitsalar ekan. Endi bu teplitsa Gaaga tomonda hamma joy shunaqa. Kechqurunlari ichidagi yorug'ligidan ufq shunday oqarib turadi. Mana bu sotadigan nimasi ham shekilli. Bu fermerlar deganlar bu ko'chatchilik. Ko'chatchilik, Gulchilik, ko'chatchilik. Eksportga ham ketadi. Hamma ko'prik ko'tarilibdi, katta kichik. Suv to'lib yil davomida shunday turadi-da. Ayniqsa ba'zi jala quygan paytlar o'ylaysiz, bosib ketsani ham. Shuni kontrol qiladimi menimcha? Bor sistema. Nimalar darvozalari bo'lsa kerak. Bularda mamlakat miqyosida kompyuterlashtirilgan eng katta защитнилari ham bor, hamma tomoni shu. Keyin bitta e'tiborli tomoni mana anaqa Dinan bor sizlarda. Juda chiroyli joy. Ichida kemalar yuradi. Biz Gollandiyani mana shunaqangi daryolarini sohillarida turizm rivojlanmagan. Ana o restoran, gostinsiya bunaqalar Germaniyadagidek, Fransiyadagidek yo'q, kema qatnovlari yo'q. Chunki bu yerda suv bosib ketishi mumkin. Anaqadan dengiz sathidan past bo'lgani uchun bu yerda inshootlar kam. Daryoni atrofida yo'q. Germaniyaga borsang, juda ham kruizning nimalar, kanalni kruiz nimalar, ichki Gollandiyada yo'q. Mana shu yerlarda bironta kruizning narsa ko'rmaysan. Daryolarda, bu kanal, daryolarda ham ko'rmaysan. Opasность bor, shuning uchun. Yo'l chetidagi daraxtlarni juda ham chiroyli qilib nima qilib qo'yibdi. Chiroyli ekilgan, kesilgan, shakl berilgan ekan. Xalq kecha men senga bekor ko'rsatdim daraxtni, hamma. Reka qo'yib, topib nimalar qilib qo'yadi, o'zini tutib olgandan keyin olib tashlaydi. Devorda qilib qo'yadi. Daraxt devorda bo'lsa, bechara. Men aytaman, mayib qo'yganman deyman. Qayir. Faqat to'liq o'shanga moslashib olmaguncha turadi.
Keyin Lolazor faqatgina o'sha joyda bo'lmaydi. Yo'llarda ham fermerlar ekadi. Butun Gollandiyani bu yoqda yursang ko'p ko'rasan gulzor joylar. Fermerlar yerlariga almashtirib ekishni yo'lga qo'yganda. Bir yil umuman bo'lmagan joyda shunday gulzor bo'lib ketishi mumkin. Port joyimi deyman, anaqa yuklar, shunaqa joy. Konteynerlar. Yo'lab bergan. Bu yerda Rotterdam port bor, shuning uchun terminallari hamma joyda borda. Endi kichkina portlar boshqa shaharlarda ham bor, lekin eng katta Europort deyiladi. Dunyoning eng katta portlaridan. Shamol turbinalari. Gollandiyada baribir shamol ko'p bo'ladi. Shamol energiyasidan ham shimolga boramiz ko'rasan, minglab. Hali bu boshlanishi. Posyoloklarga olib boraman. Butun dalalar shunaqa. Suvda ishlari shunaqa. Baribir shovqini bor ekan-a shuni. Haligi nima odamlar yashash punktidan uzoqroqda baribir. Shunday borsang bilasan, shu uxlayotadi. Ayniqsa ko'p qo'yilgan joylar. Keyin qushlarga zarar uraveradi. Ekologiya unaqalari ko'p shuning uchun pretenziya qiladi. To'laylik mana sekret. Chapga ketishimiz kerak. O't o'chiruvchi mashina kelyapti, mana hamma. Skorymi bu? Yo'l beryapti mana. Ambulans. Orqamizda ko'ring, necha kilometr. Koykenhofga yetib keldik. Mana dala. Chiroyli manzara. Mana bugun vizitorlar juda ko'p ekan. Probka yo'llar ozgina. Voy, yana ketyapti. Dala. Kombinatsiya qilib ketdi. Bahçeye nimadir yoqmayapti shekar. Ana dalaga o'tma deb fermerlar yopaveradi, odam qo'yadi, bosib o'tadi. Voy, bu avtobusni ana bu yoqda. Endi ko'rasan. Parkda kelyapmiz. Alisher park. Tegirmon bor-a? Park ichidagi tegirmon, odamlar o'sha yerdan rasmga tushib, mashhur tegirmon. Рабочий tegirmon, ichiga kirasan. Bugunlarda mana siroga o'tgan. Уже qurib boshladi. Lolalarniki endi boshlayapti. Mana shu lola bo'lardi, shu yerda o'zidan boshlanadi. Parkdan o'tganda chap tomonda lolazor bor. Birinchi sherga anaqaga boramiz. Gul anaqa magaziniga, do'konlar. Anaqa dalalarda o'zida ham bor, faqat lolani sotishadi. Dalalarda o'zida ham shunaqa punktlari bor, kichkina. Bunaqa lolani o'zini ham gul sifatida ham sotadi, urug'ini ham sotadi. Fermerlar. Bu park istayakasi. Koykenhof.
narigi tomondan borib ketdi. Hammadan turistlar. Odamı ko'pligini